Assalomu alaykum. Xayrli tong, qadrdonlar. Mana bugun rayonning bir sharsharasiga ketyapmiz. Namtok Rimxao. Ya'ni tog' qiridagi sharshara. Juda ham katta provinsiya ekan. Bu rayonni u boshidan bu boshiga kilometrini bilmadim. O'ta katta, territoriyasi katta ekan. Juda ham bir nimalari ko'p ekanda, shunaqa vodopad, park, xullas haligi odamlar uchun sal zerikarli bo'lishi mumkin, haligi gavjum joylarda yurib o'rgangan insonlar uchun zerikarligu, lekin biz zerikmayapmiz. In 500 meters, turn left. Continue for 1.5 kilometers. Bu provinsiyaga o'zim kelayotgandim, oshnam transport masalasida qiynalib qolasiz oshna. Bellarda bu shaharlarga o'xshab nimalar yo'q, marshrut, passajirniy marshrutlar yo'q. Deb o'zi keldi, yaxshi ham kelgan, bellarda ancha qiynalardi ekan. Lokatsiyasida topaverasiz ekan u. Lekin ancha masofa bir-biridan uzoq ekanda. Tog'ni biqiniga kelganda asfalt tugadi. Mana. Lekin yo'li yaxshi ekan. Mashina yursa bo'laverar ekan. Biz haligi tog'larimizni yo'lda qolmas ekan, lekin u dam olish joylariga boramiz. Yaxshi ekan. Havo ham boshqachadir, pastda. Ko'chmasmi deylar kelgani betga velosiped. Mototsikldami? 200 meters, your destination will be on the left. Kelaverardik, mabodo buzilib qolsa, uni piyoda itarib olib ketishcha muammoroq bo'lardi. Ertamdan yetib borardi. Do'stim mana yerdan o'tishga anaqa qilyapti, hadiksirayapti. Yuring. Qo'rqmang. Men siz bilan. Mana shu vodopad nimasi ekan, suv qurigan ekan hozir. Bu qurigan holatiga kelgan ekanmiz. Bu to'xtagan ekan.
Mana shu yerdan sharshara mana shunday pastga tushib ketgan sharshara edi ekan. Keyingi lokatsiyalarga boramiz endi. Ajoyib o'rmon. Bitta jackfruit degan bir meva bor ekan. Men buni durian debman. Ajoyib. Suv qurigan paytiga to'g'ri kelib qolibmiz-da. Kauchuk daraxtlari mana dehqonchilik bilan shug'ullanar ekanda betlarda. Sharsharalarni ko'ra olmadik. Qolgan sharsharalarimiz uzoqroqda ekan. Do'stim endi ertaga ishga chiqish kerak. Bundan keyin kuzatib bordim, endi o'zim qoldim mana rayonda, xudo xolasa. Veligi bor ekan. Mehmonxonada mototsikl chaqirtiraman deb tursam, velosiped bor dedi. Velosipedda sekin aylanib ko'ramiz endi shaharda. Dengizga boramiz velosipedda. Juda huvillagan shahar ekan. Odam kam ekan. Odam yo'q. Tuk-tuk qatnaydi ekan, tuk-tuk. Endi birinchi marta ko'ryapman. Shunaqa kira qiladigan orqasi ochiq mashina. Qolgan joylarda juda ko'p bo'lardi. Mana bayram o'tgandan keyin rayonda inson qolmaydi ekan. Hech kim yo'q plyajda. Velosipedda men keldim. Birov yo'q. Kecha probka bo'lib yotuvdi. Oldi endi mana. Malol kelib cho'milaveradigan joy ekan. Qatayalardan mana shu rayon zo'r ekanda, odam yo'q. Malol oilaviy kelib damda olib ketaveradigan joy ekanda. Shabada bor bugun. Dengizcha notinchroq. Lekin mana bu to'siq borligi uchun katta to'lqin kelmaydi ekan bu yerga. Daryo qaranglar. Ajoyib daryo ekan. Ibodatxonasi bor ekan. Bu qanaqadir park ekan. Kirishga harakat qilib ko'ramiz. Vaqt topib.
Manaxlarda qanaqadir monastir ekan bu. Park debman men. Lekin shu tarafda park ko'rsatgan edi qanaqadir. Bu ham monastir shekilli mana shu ham. Mana shu devorning nariyog'i monastir shekilli. Faqat taycha yozuvda yozilgan. Bu qanaqadir Madina mehmonxonasida mana tamaddi qilish uchun nonushtaga mana shunday ovqatlar bor. Non bor. Nonni isitish uchun tester deydimi buni, nima deydi? Shunaqa bor. Mana issiq choyga bor, kofelar bor. Mana bu yerda qanaqadir chipsga o'xshagan material bor, baliq bilan. Echki suti bor. Mana bunda muzdek suv, svejiy apelsin sharbati, mana yana qanaqadir choy damlamali bir narsa. Mana bu yoqda yana ketilaveradi. Mana unda sho'rva, mana unda yana qanaqadir mastava, mana osh, mana bu chicken. Bu tovuq ekan. Qalampirlar, mana yana salatli bir narsa, mana tuxum, sosiska, tuxumlik, nima deydi? Tovuqlik. Xullas, shunaqa kalbasa qanaqadir. Tarvuz. Salatga pomidori, bodring, oshqovoq, do'mbul, o'tlar, mana dengiz o'tlari, papaya, piyoz, narsalar bor. Mana shunaqa qilib tamaddi qilishlaringiz mumkin kelib Madina mehmonxonasida. Shunaqa do'stlar.